Lacetti aporning haqida ozgina sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Xo'p, bizada 3 xil aporning disk bo'ldi. Bu birinchisi koreyskiy Sergeli bu bozordan olib kelingan H2 pechatlari bor. Haqiqiy cho'yandan qalinligi ham yaxshi. Hozirgacha kunduzda 2026-yil 23-may sanasiga ko'ra 340 ming so'mga mana metkalari, balansirovkalari mana hali bor. Bu men bu Lotus magazinidan olingan 340 ming so'mga Xitoy aporning disk bo'ladi. Qalinligi juda ham yaxshi, faqat bunda metkasi bo'lmas ekan. Mana bunda yo'q. Hech qanaqa balansirovka, metka degan narsa yo'q. Mana bu 3-turdagi aporning diskimiz. O'ziniki zavodskoyi. Chaqlanib mana juda tugagan. Hali ham ishchi holatda-ku, lekin uje tez qizib qiyshayib ketish ehtimoli ko'p bo'lgani uchun almashtirib yuborildi. Bunda pechati bor, metkasi bor. Metkasi emas, shu bunda unaqa pechatlarigacha bor ekan koreyskiyda. Bu Lacetti minib aporniydan qiynalib yurgan okalar uchun. Orqa aporniyda ham qiyshaysh bo'lar ekan. Orqa aporniyni ham chaqlatib almashtirib yuborildi. Chayqalib yuradigan mashinalar uchun. Pedalni o'zi oyoqqa tepib vibratsiya bersa, tormoz bosgan paytda bu oldi aporniy 90% bo'ladi. Ketgan o'sha qiyshaygan deformatsiya bo'lgan. Mashinani o'zi chayqalib yursa, orqa aporniy ham bo'lar ekan. Ustalar bo'lmaydi dedi, biz shildirdik. O'shandan keyin shu muammo to'xtadi.